Chiroyli yevro remont qilingan bu katta mehmonxonamizga chiroyli qilib high-tech uslubida pattive yasab berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu pattivega ishlatilgan mahsulotlarni ko'rsatib o'tamiz. Profilni eshiklar qo'yib berganmiz, ko'rishlaringiz mumkin. Polkalari birli oynadan bo'lgan. Ichlariga podsvetkalar qo'yib berganmiz. Eshiklari vakuumli bo'ladi. Bu xonamizga bambuk panel ishlatilgan. Bambuk panelga moslab mebelning rangini bir xil qilib olganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Qora bilan kombinatsiya qilganmiz. Push tandem mexanizmlar qo'yib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bosganda ochiladi. Va bu pattivimizga rozetka qo'yib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Ochasiz. HDMI, Wi-Fi, Type-C, rozetka va bu yoqda telefon qo'ysangiz zaryadga oladi. Kerakli vaqt yopib qo'yasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Enter Design Mebelga murojaat qiling.